Botir aka shunaqa borishimiz shartmidi? Eski do'stlar meni kutib qoldi. Shuning uchun tayyor osh olib borishim kerak. Eski do'stlar. Eski do'stlar bormi? Keldim. Biz eski do'stlarda chempionatdamiz. Yo'lda davom etamiz. Aka kim yutadi deb o'ylaysiz? Menimcha tochni eski do'stlar yutadi. Qo'ysangizchi aka, Botir aka achchosh yutadi. Qarab turing. Andijoncha oshni bir tatib ko'rasiz. Ketdi. Botir aka nima Abdurahmon aka bilan birga tayyorlamayapsizlar oshni? Bu joyda bo'lsa shu urishib ketamizmi? Qon to'kiladi deb o'ylayapman-da. Gap yo'q, yutasizmi bugun? Avvalambor Alloh, Xudo xolasa men yutishga o'rganmaganman. Gap yo'q. Abdurahmon aka, Botir aka achchosh yutaman deb o'ylaysizmi? Shu yerga yig'ilgan xalq o'z baho beradi. Ha, aka kamtar ekanlar. Mani oshim zo'r. Meniki zo'r. Yo'q, akalar talashmanglar, buni xalq o'zi hal qiladi. Eski do'stlar choyxonasida mana vodiy achchosh zo'rmi yokida Botir akaning achchoshlari zo'rmi? Kommentariyaga yozinglar, yutgan odamga mana shunaqa oshni o'zimizga hadya qilamiz. Xullas o'rtoqlar, eski do'stlar choyxonasida qanaqa osh bo'ladi, xudo xolasa? Xudo xolasa dezdira achchosh bo'ladi. Hammalarni kutamiz, yutganga o'zinglar bilasizlar, sovg'amiz bor. Bosinglar kommentariyalarni. Yeb ko'ringchi, qani rosa maqtanyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Tushunmadim. Bu oshi zo'r ekan. Oshi nima edi? Qani yeb ko'raychi. Aytgancha bor ekan. Oshing bo'lmabdi.